Mehmet II vafotidan so'ng 1481-yilda dahshatli yanacharlar qo'zg'oloni, uning o'g'illari James Sulton va Bayezid II o'rtasidagi taxt uchun kurash hamda ma'muriy siyosatiga qarshi umumiy norozilik boshlandi. Uning haddan tashqari jangovar siyosati mamlakatni holdan toydirgan edi. U qat'iy cheksiz hokimiyatga ega hukmdor bo'lsa-da, qish faslida ham davom etgan yurishlardan charchagan yanacharlar asta-sekin isyonkorlashib bordi. Katta harbiy yurishlarni moliyalashtirish uchun u bojxona soliqlarini va dehqonlar to'laydigan ayrim soliqlarni oshirdi. Kumush tangalarni bir necha bor qadrsizlandi va moliyaviy nazorat kuchaytirildi. Oxir-oqibat ilgari vaqf yoki emlak sifatida saqlanib kelingan yerlarning 20 mingtasi qishloq va fermer xo'jaliklari davlat tasarrufiga olinib, ularni sistema tizimida taqsimlandi. Bu esa ayniqsa eski va nufuzli oilalar, ulamolar, shayxlar va darbishlar orasida keng norozilik uyg'otdi. Norozilar Mehmetning to'ng'ich o'g'li Bayezid II atrofida birlashib targ'ibot kampaniyasini boshladilar. Mehmet II vafotidan so'ng yanacharlar qo'zg'oloni yuz berdi. Uning buyuk vaziri o'ldirildi va Bayezidni taxtga chiqarish uchun choralar ko'rildi. Bayezid tarafdorlari yanacharlar orasida obro'ga ega bo'lgan Ahmad Pashoning qo'llab-quvvatlanishiga tayanishdi. Italiya yurishiga tayyorgarlik ko'rayotgan bu sarkarda Bayezid II tomoniga o'tdi. Ahmad Pasho James Sultonni mag'lub etib, Bayezid IIni taxtga olib chiqdi. Biroq haqiqiy hokimiyat asosan Ahmad Pasho va uning qaynotasi Ishoq Pasho qo'lida edi. Turli bosimlar yangi sultonni otasi siyosatidan voz kechishga majbur qildi. Vaqflar qayta tiklandi va ilgari temir sistemaga aylantirilgan emlaklar yana xususiy mulkka qaytarildi. Biroq bu qarshi harakat faqat ijtimoiy va siyosiy sohalar bilan cheklanib qolmadi. Kuchli guruh jamiyatning barcha jabhalarida shariat qonunlari tiklanishini talab qildi. Yangi sultonni adolat va shariat himoyachisi sifatida e'lon qildi. Aynan shu davrda Gentile Bellning freskalari buzib tashlanib bozorda sotib yuborildi. Ba'zilar hatto Mehmet II uzoqqa ketganini aytib, yangi sultonga Murod II siyosatiga qaytishni maslahat berishdi. Ahmad Pasho biroq g'arbiy xristian dunyosiga qarshi hujumni davom ettirish tarafdori edi va yangi sultonni tanqid qildi. Bayezid II esa uni o'ldirib, qaynotasi bo'lgan Ishoq Poshoni lavozimidan chetlatdi. Ahmad Pashoning Otrantdagi safdoshlari allaqachon 1481-yil 11-sentyabrda taslim bo'lishgan. Ularning ba'zilari esa hatto Italiya knyazlariga yollanma askar sifatida xizmatga kirib ketgan edi. O'z qo'shinlarini tinchlantirish va hokimiyatni mustahkamlash uchun Bayezid II Moldovaga yurish qildi. Bu hududni Mehmet II to'liq bo'ysundira olmagan edi. U 1484-yil Akkerman va Killarnini egallab yorqin g'alaba qozondi. Shundan so'ng Misr, Suriya hukmdorlari islom olamidagi eng hurmatli sultonlardan biri bo'lgan Mamluk sultonligiga qarshi uzoq va og'ir urush boshladi. Mamluk sultonligi o'zini Dulkadir ustidan suveren deb bilar edi va hatto Oqqo'yli va Karmani beyligini o'z ta'sir ostida deb hisoblagan. Mehmet II davrida Karmanni egallash bilan boshlangan Usmonli-Mamluk raqobati keyinchalik Dulkadir ustidan ta'sir o'rnatish uchun urinishlar bilan yana kuchaydi. Bundan tashqari Usmonlilar Mehmetni eng buyuk g'oziy deb hisoblab islom olamida ustunlikka da'vo qilishgan. Bu esa chegara hududlardagi bekliklar ustidan ustunlik uchun kurashni yanada keskinlashtirgan. Ehtimol Mehmetning tugallanmay qolgan Anadolu yurishi aslida Mamluk sultonligini bo'ysundirishga qaratilgan bo'lishi ham mumkin edi. James Sulton 1481-yilda Bayezid IIdan mag'lub bo'lgach Misrga qochdi. Biroq 1482-yil Mamluk sultonligi yordami bilan Anadoluga kirib keldi va yana ichki urushlarni boshladi. Bayezid uni yana mag'lub etdi va u Rodosga qochishga majbur bo'ldi. 1485-yilda Bayezid yana Mamluk sultonligiga qarshi urush boshladi. Biroq bu yurish aniq natija bermadi. 1491-yilga kelib 6 yirik urush ikki tomonni ham holdan toydirdi va ular urushdan oldingi holatni tasdiqlovchi sulh tuzdilar. Bu muvaffaqiyatsizlik Bayezid armiyasini isloh qilishga, uni modernizatsiya qilishga majbur qildi. Ayniqsa o'qotar qurollar sonini oshirish orqali Bayezid IIning ichki va tashqi siyosati ehtiyotkor va murosali edi. Bunga sabab chunki qirollik ritsarlari papa buyrug'i bilan James Sultonni ozod qilib, imperiyada yana fuqarolar urushini boshlashi mumkin edi. Shu sabab Bayezid II avval ritsarlarga, keyin esa papaga Jamesni qamoqda saqlab turish uchun yiliga 45 ming dukat to'lab turdi. James Sulton 1495-yil 25-fevralda vafot etgach, Bayezid IIning Yevropadagi siyosati ehtiyotkorlikdan chiqib, u Vyetnam Respublikasiga qarshi urush e'lon qildi. Venetsiya bilan ittifoqda Serbiyaga hujum qildi. Biroq Moraniyada Usmoniylar venetsiyaliklarga tegishli
tegishli Lepondo, Modon, Korron portlarini egallab oldilar. 1499-1502 yillardagi Venetsiya urushi shuni ko'rsatdiki, Usmonli floti endi ochiq dengizda ham Venetsiyaga qarshi raqobat qila olar edi. Urush davomida Usmonlilar o'sha davr uchun eng yirik hisoblangan 1800 tonnalik ikkita harbiy kema qurdilar. Aynan shu davrdan boshlab Usmonli imperiyasi Yevropa siyosatida faol rol o'ynay boshladi. Italiya yurishi davomida mag'lub tomonlar oxirgi chora sifatida Usmonlilardan yordam so'rash bilan tahdid qilar edilar. Usmonlilar Milan va Neapol tomonida turib fransuz Venetsiyasi ittifoqiga qarshi chiqdi. Boyazid II neapolliklarga yordam berish uchun 25 ming askar yuborishni va'da qildi. Biroq buning evaziga Otrantni talab qildi. Shu tariqa Usmonlilarning Yevropaga siyosiy kurashlaridagi roli tobora muhimlashib bordi. 1500-yildan keyingi davrda Boyazid II'ning yumshoq boshqaruvi Anadoluda norozilik kayfiyatli qatlamlarni, eski yer egalari tirikchiligidan ayrilgan sobiq askarlar va ayniqsa ko'chmanchi guruhlari Usmonli hokimiyatiga qarshi qo'zg'alishga undadi. Markaziy Anadolu dashtlari, Toros tog'lari hamda Dokat, Sivas tog'li hududlarida kuchli turkman qabilalari Usmonli boshqaruvining markazlashuv siyosatiga qarshi edilar. O'troq aholini himoya qilish va qishloq xo'jaligidan tushadigan daromadni saqlab qolish maqsadida hukumat bu qabilalarni nazorat ostiga olishga harakat qildi. Ularni yer hisob kadastr ro'yxatlariga kiritib, muntazam soliqqa tortdi. Biroq Usmonli tuzumi ko'chmanchi iqtisodiyot va qabila urf-odatlari bilan mos kelmas edi. Bu qabilalar ko'pincha tasuffiy diniy guruhlariga darvish sodiq bo'lib, ular islomni qabila an'analari, shiaparastlik e'tiqodlari bilan uyg'unlashtirgan holda talqin qilardilar. Aksincha, Usmonli davlati sunniy islomni qo'llab-quvvatlar edi. Natijada bu qabilalar o'zlarining ijtimoiy va siyosiy noroziligini diniy shaklga solib ifodalar va boshlariga qizilbosh kiyar edilar. Aynan shuning uchun ham ular qizilboshchilar nomi bilan tanildi. Bunday turkman qabilalari Oqko'yli davlatining asosini tashkil etgan edi. Mehmet II 1473-yilda Uzun Hasanni mag'lub etgach, bu qabilalarni shafqatsiz tarzda bostirgan edi. Taxminan 1500-yillar atrofida Ismoil I Ardabilik shayxlar sulolasidan chiqqan va Uzun Hasan bilan qarindosh bo'lgan. Sharqiy Anadolu, Ozarbayjon va Eronda hokimiyatni Oqqo'yinlardan tortib oldi. U norasmiy diniy tariqat rahbari sifatida barcha Anadolu turkmanlari ustidan ta'sirini yoydi. Uning vakillari butun Anadoluda, hatto Ruminiyada ham uning g'oyalarini targ'ib qildilar. Minglab Usmonli fuqarolari Ismoilga ergashib, u barcha turkmanlarning diniy va siyosiy yetakchisiga aylandi. Shu tariqa Qizilbosh harakati Usmonli hukumati uchun oddiy ichki muammo bo'lib qolmay, ancha jiddiy va xavfli masalaga aylandi. Ismoil I undan oldin Temur va Hasan qilganidek Anadoluni o'zining Eron imperiyasi tarkibiga qo'shishini e'lon qildi. Sharqda yuzaga kelgan bu tahdid tufayli Usmonlilar Vyetnam Respublikasi bilan urushni tugatishga harakat qildilar. Keyinchalik Ismoil Venetsiya bilan ittifoq tuzishga urinib, hatto artilleriya to'plar so'radi. Boyazid II Ismoil tahdidiga nisbatan murosali siyosat yuritdi. Biroq 1511-yilda uning hukmronligining oxirgi yillarida shahzodalar o'rtasida taxt uchun kurash ketayotgan paytda qizilboshlilar g'arbiy Anadoluning tog'li hududlarida Ismoilning vakillaridan biri atrofida qo'zg'olon ko'tardilar. Ularning yo'llarida hamma narsani yo'qotib vayron qilib, Bursa tomon yurish qildilar. E'tiborga molik jihati shuki, ilgari o'z temir sistemasidan mahrum bo'lgan sipohiylar bu qo'zg'olonga boshchilik qilgan. Qarib qolgan va kasal sulton vaziyatni endi nazorat qila olmasligi ayon bo'ldi. Selim I boshidanoq Ismoilga qarshi qat'iy choralar ko'rishni talab qilgan edi. U Yerusalimni qo'llab-quvvatlanishini qo'lga kiritib, 1512-yili 24-aprelda otasini taxtdan voz kechishga majbur qildi. Boyazid II davrida ijtimoiy jihatdan barqarorlik va xavfsizlik sharoitida katta rivojlanish davri bo'ldi. Edirne va Bursa tez sur'atlar bilan rivojlanib, masjidlar, karvonsaroylar va boshqa yirik inshootlar bilan imperiya shaharlariga mos qiyofa kasb etdi. Zamondosh tarixchi Ibn Kamalning ta'kidlashicha, Boyazid otasidek buyuk fathkor bo'lmagan, balki uning asosiy yutug'i otasi davridagi bosib olingan hududlarni mustahkamlashdan iborat edi. Bu taraqqiyot davri Selim I va Sulaymon
Muhtashamning buyuk faxlari uchun zarur sharoitni yaratdi. Boyazid II shuningdek Usmonli armiyasi va flotini modernizatsiya qildi. Ayniqsa o'qotoq qurollardan foydalanish keyinchalik Selimning Ismoilga qarshi Eronda va Mamluk sultonligiga qarshi hal qiluvchi g'alabalarida imkon yaratdi. Selim 1512-1520-yillarda taxtga o'tirgan. Uning taxt uchun raqib bo'lgan aka-ukalarini birin-ketin yo'q qildi. U Anadoluda Ismoil bir tarafdori bo'lgan qariyb 40 ming kishini qamoqqa olib qatl ettirdi va keyin Ismoilning o'ziga hujum qilib, uni Shia bid'atchisi deb e'lon qildi. Ismoil esa xuddi Uzun Hasan qilganidek Selimga Temurni eslatib javob qaytardi. Selim Sharqiy Anadoluda Ismoil qo'shinini quvib yetib, 1514-yili 23-avgustda Chaldiran jangida hal qiluvchi g'alabaga erishdi. Bu g'alaba Qizilbosh tahdidini vaqtincha bartaraf etdi va Selimga Erzurumdan Diyarbakirgacha bo'lgan tog'li hududni Usmonli imperiyasiga qo'shib olish imkonini berdi. 1516-17-yillarda bu hududlardagi mahalliy sulolalar va qabilalar boshliqlari Usmonli hukmronligini tan oldilar. Endilikda Anadolu sharqdan bo'ladigan bosqinlarga qarshi himoyalandi va Ozarbayjon, Kavkaz va Bag'dodga olib boruvchi yo'llar Usmonlilar uchun ochildi. Biroq shu bilan birga ayniqsa Sharqiy Anadoludan ko'plab turkman qabilalari Eron va Ozarbayjon ommaviy ravishda ko'chib o'ta boshladilar va u yerda Safaviy qo'shinlarining siyosiy kuchiga aylandilar. Selim Ining keyingi yilda Dulqadr beyligiga yurishi Misrning Mamluk sultoni bilan to'qnashishi muqarrar edi. Mamluk turk va cherkes qullaridan kelib chiqqan harbiy tabaqa 2,5 asr davomida Misr va Suriyani boshqargan edi. Bu davrda ular janubda Portugallar bosqiniga duch kelib, Usmonlilardan dengiz yordamini so'ragan edilar. Qizil dengizda Portugallar hujumlaridan xavotirga tushgan butun arab dunyosi umidini buyuk g'oziy hukmdor Selim Iga qaratdi. 1516-yilda Makkaga payg'ambar Muhammad avlodidan bo'lgan shayx Selimga elchilar yuborishni taklif qildi. Biroq Mamluk sultoni Al-Guri bunga to'sqinlik qildi. Shunga qaramay arab yerlarining o'sha paytdagi Usmonli hukmronligini qabul qilishga tayyor bo'lgani ehtimoldan xoli emas. Selim mamluklarga qarshi yurishga chiqar ekan, u arab xalqlariga ularni mamluk zulmidan ozod etish va islom dunyosini himoya qilish uchun kelayotganligini e'lon qildi. Selim avvalo Halabga yurdi. Shahar hokimi va aholisi Usmonlilar tomoniga o'tdi va 1516-yil 24-avgustda Selim al-Gavri qo'shinini mag'lub etdi. Mamluk sultoni jang maydonida halok bo'ldi. Halabdagi masjidda Al-Mutawakkil huzurida Selim Makka va Madinaning xizmatkori unvonini qabul qildi. Mamluk sultonlari esa Makka va Madinaning himoyachisi unvonini ishlatgan edilar. Shundan so'ng Usmonli qo'shini qolgan mamluk kuchlarining qarshiligini yengib, Damashq va Quddusni egalladi. Misr esa o'zini sulton deb e'lon qilgan Tumanbey Usmonlilarga bo'ysunishni rad etdi. Shundan so'ng Selim bir qo'shini bilan Sina yo'lini kesib o'tdi va Misr aholisi ustidan dehqonlarga ahd berilishini, yarim yurish faqat mamluklarga qarshi qaratilganligini e'lon qildi. Tumanbey 1517-yilda mag'lub bo'ldi. U qarshilikni partizan uslubda davom ettirmoqchi bo'ldi, biroq qo'lga olinib qatl qilindi. Oradan ko'p o'tmay 1517-yil 17-iyulda Sharif Salimga muqaddas shahar kalitlarini yuborib bo'ysunganligini bildirdi. Endilikda Suriya, Misr, Hijoz Usmonli hukmronligini tan oldi. Shu bilan birga Selim Yamanning ayrim qismlarini ham da'vo qildi. U sobiq mamluk hokimi Hayra Bayni Misr hokimi etib tayinlanib Istanbulga qaytdi. Arab yerlarining ayniqsa Makka va Madinaning Usmonli imperiyasiga qo'shilishi yangi davr boshlanganini anglatar edi. Endi imperiya oddiy chegaraviy davlat emas, balki islomiy xalifalik sifatida qarala boshlandi. Usmonli sultonlari o'zlarini nafaqat chegaralar himoyachisi, balki butun musulmon dunyosining himoyachisi deb hisoblay boshladilar. Bu davlat tushunchasining siyosiy afzalliklari esa Sulaymon Muhtashamning davrida yanada yaqqol namoyon bo'ldi. Usmonli hukmdorlarida yuzaga kelgan yangi siyosiy va diniy ong natijasida islomiy qonun, shariat qonunlari boshqaruv asosida eng muhim o'ringa ko'tarildi. Selim fathlarining yana bir muhim natijasi shunda ediki, Usmonlilar dunyodagi eng boy savdo yo'llari va tranzit markazlarini nazorat qila boshladilar. Natijada davlat daromadi 2 barobar oshdi. Saroy xazinasidagi zaxiralar ortib ketdi va aynan shu moliyaviy kuch tufayli Selimning Muhtasham Sulaymonning keng ko'lamli istilolarida keng miqyosdagi fathlar rejasini amalga oshirishda yordam berdi.